der edi. Ali radhiyallohu anhu unga nima deding qaytarchi dedi. U siz meni eshitayotganmidingiz dedi. U zot ha dedilar. U duoni qayta takrorladi va aytdiki, har bir namozdan keyin shu duo ila Allohga duo qiling. Hozir bo'lib turgan Robbim ila qasamki, kim shu duo ila duo qilsa, Alloh uning gunohlarini hammasini kechiradi dedi. Shu sabab bu kalimalarni yodlab oling va har namozdan so'ng duo qilib boring. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ey birodarlar, sizlarga bir rivoyatni aytib bermoqchiman, balki sizlar bu ishni o'zingizga lozim tutsangiz. Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, bir kun Ka'bani tavof qilayotgandim, bir insonga ko'zim tushdi. U odam Ka'bani ushlab, uning po'stiga osilib olgan holda shunday duo qilar edi. Allohim, sen shunday ulug' zotsanki, bir bandani eshitishing boshqa bandalarni eshitishdan to'smaydi. Sen shunday zotsanki, sanoqsiz bandalaring bir vaqtda so'rasalar, bu seni chalg'itmaydi. Bandalaringni tinmay yalinib so'rayverishlari senga malol kelmaydi. Allohim, bizga salqinlik rahmatini yog'dirgin, duolarimizni ijobat qilish ila fazl karam qilgin der edi. Ali radhiyallohu anhu unga nima deding qaytarchi dedi. U siz meni eshitayotganmidingiz dedi. U zot ha dedilar. U duoni qayta takrorladi va aytdiki, har bir namozdan keyin shu duo ila Allohga duo qiling. Hozir bo'lib turgan Robbim ila qasamki, kim shu duo ila duo qilsa, Alloh uning gunohlarini hammasini kechiradi dedi. Shu sabab bu kalimalarni va